24 yıllar 2000 kişilik polo haqsizib ketdi ya. 24 yıllar şu Kadinaslar kesken lag'manxonasining ichish murosimi bo'lgan-ku. Ani 2000 kişilik polo verme debdikanlar. Rasmi ya? Ras. Güçva polomi, güçva polomi. Güçva polo. Ha, güçva polo. Hamda barliq shaya xalqimizni, ya'ni 24 yıllar juma kunsi nechidan nechigacha birimiz? 13'ten 17'gacha. 13'ten 17'gacha ana mana 2000 kişilik polo haqsizib ketdi do'stlarimiz. Endi bu yerda ana bu kesken lag'manxon 24 yıllar polo verib olib qolibsizlar-ku. Polo mehmonlarning bir xil hurmati. Amma shu hurmat qo'shilib, butun barliq shaya xalqiga bir polo sunli debsizlar. Amma sizlarga kesken lag'manxonda qanday tamoq chiqdi? Kesken lag'man, ko'ksay lag'man, oqsay lag'man, go'ru lag'man, lapiz lag'man. Qator lag'manlar chiqdi. Amma shayarnaymizda lag'manxon bek chiqib ketdi. Sizlarga amma qanday alaydiganlar bor? Shu bizning oshxonaga bir qatim kelib tamin tetib baqqanlar biladi bu lag'man. Anlasam Qashqarda o'rgangan alayda ristipli, hamda tabiiy bir yeganlar, hamda armon qoldigan lag'man deb anladim. Shundaqmi ya? Shundoq. Undan bo'lsa, mana shu kesken lag'manning yana bir alayligini anlab qoldim. Boshqa kesken lag'manxonda mashina yeydigan ish bor ekan. Sizning hamda mana shu nurg'ush deydi demdi. Nurg'ush deydi. Ha, nurg'ush deyotgan opamning aytgan lag'mini yeyman deydiganlar dalmisha kasanglar bo'ldi ekan. Opamiz aytgan lag'manni dalmisha deyalayotganmiz-ku, ha? Undan bo'lsa, mana shu tabiiy opanglar aytgan lag'manni o'z ta'minlar yesam bo'ldi, o'zgacha ta'minlar yesam bo'ldi degan do'stimiz dalmash Kadinaslar kesken lag'manxonasiga kelsanglar bo'ldi. Endi 24 yillar taomlarning shoyi bo'lgan poloni dasturxon qilib qo'ymoqchi barliq do'stimiz. 24 yillar izzat atib qolarmanmi deb qolmay, butun urug' tuqqanni ekanmiz. 24 yillar ko'rishimsak hisob emas. Shunaqmi? Undan bo'lsa, buningdan keyingi barliq shaya xalqimizning mana shu Kadinaslar kesken lag'manxonasini qo'llab-quvvatlab, opanglatgan lag'manni yegandek bir huzurlanib yeyishinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Oshxonaning anmash juang sho'simi alamat no'chga bir xil yangicha uslubga do'stimiz juma ani bir tarafdan tamoq yeb huzurlang'ashma muhitdan huzurlanayotgansizlar. Undan boshqa anmash yozirma o'xshamamdi. Anma sirtdan ham urug' tuqqanlar, mehmonlaringlar kelib qolsa, yozirga boshlasanlar bo'ldi-ku. Yozirsim shundan no'chga, anma shu muhitim shundan no'chga juma do'stlarim. Do'stlar, bu yerning adres bo'lsa Shayarnaya, Yingshan Shaya Shavchi, yana Shavchi darvozasining so'l tarafiga joylashgan. Burunqi ismi Izzar kesken lag'manxonasida hozir viviskasini o'zgartib, ustam loba almishib, eng yangi uslubda ichib, Kadinaslar lag'manxonasi deb o'zgartib onda bo'lsa, mush filmni barliq do'stlarimiz ko'plab taqib qo'yamiz. Undan keyin yana barliq do'stlarimizga qo'llab quvvatlashinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Ko'plab taqib qo'yinglar. Rahmat sizlarga.